dagi orzungiz biznesmen bo'laman, keyin kino olaman degan orzum bo'lardi. Keyin hammasi yaxshiligi dedim, televiziyadan ketdim, unaqa qildim, lekin baribir o'sha ichimda shu kino turadi. Xudo xolasa, Televizion loyiha mavzusini yopishdan oldin kadr ortida meni va sizni o'zaro kelishuvimiz bor. aha, Televizion loyiha qilish. aha. U o'z kuchida. U o'z kuchiga ega. U Nasib yaqin kelajakda albatta bo'ladi. albatta, u men kutyapman, qachon qilamiz? Ikkovimiz boshlovchiligimiz ostida bir katta loyiha rejada bor. Kutyapsizmi yo'qmi, albatta munosabatingizni qoldiring. Xo'sh, Jahongir Xo'jayev bugungi kunda O'zbekistonda milliy brend asoschisi va uni nafaqat mamlakatimizda, balki tashqarida ham omma e'tiboriga havola etishga harakat qilayotgan katta biznesmenlardan biriga aylanyapsiz. Sariqbola pitsa. Undan tashqari qo'shildi gazak pistalari va yaqin orada katta bolalar auditoriyasi uchun juda qiziq bo'lgan Bolajon City Mall ochiladi. Qanday ulgurgapsiz hammasiga? Endi bu hammasi o'zi bir-biriga bog'liq. Menda o'zi o'sha auditoriyam deydi-yu, oilaviy ko'rishardi. Yosh bolasi bilan pitsaga ham shunaqa oilaviy kelishadi. Shuning uchun shunga mos bizneslar qilishga harakat qilyapman. Endi qanday ulgurasiz degan savolingizga baribir jamoaga bog'liq. Shuncha yil mana 7, 8, 10 yildan beri harakat qilib kelayotgan bo'lsam, oldimga kelgan bolalar yetildi va ular bilan birgalikda qilyapman. Ya'ni masalan yetilgan bolaga endi sen mana buni qilasan, sen buni qilasan deb ularni boshqaryapman. Shu sal osonroq bo'lyapti. Pitsa auditoriyasi oilaviy. Pista g'oyasi qayerdan keldi? Pista g'oyasi endi qayerdan keldi? O'zi ishlab chiqarishga qiziqardim. O'zi pitsa umuman boshqa mavzu. Misol uchun pitsani fast food bilan shug'ullangan odam bu boshqa, u jarayoni, protsess umuman boshqa, ishlab chiqarishga umuman boshqacha. Lekin shu bir inson g'oya berib qoldi, shu pista qilamizmi degan. Keyin nimaga yo'q dedim. Qilamiz dedingizmi? Nimaga yo'q dedim, o'zi pistani yaxshi ko'raman. Nimaga yo'q dedim. Buni shunchaki qani bo'lsa bo'ldi deb qilgandim, lekin zo'r bo'lib ketdi. Ko'z tegmasin, yaxshi bozorga yaxshi kirib ketdi, odamni yaxshi ko'rib ketdi. Keyin u yoqqa ham ko'proq komanda tashlab, hozirgi kunda endi uni assortimentini yana ham ko'paytirganmiz. Endi Bolajon City Mallga keladigan bo'lsak, biznes qilishdan oldin aytadi-yu, muammoni qilsa, keyin o'sha biznes yaxshi bo'ladi deb. Shu ayolim asal shu endi bola bilan uyda qarab, uni ayollar yaxshi tushunadi. Har kuni uyda bo'lsa, baribir ham ko'chada yurgan, ishlagan ayol kishi uchun bu juda ham qiyin. Bir kun menga aytdi, shu sportga qatnashgim kelyapti dedi. Men aytdim, bajon dedim. Sportga zo'r, chalg'iysan, ham yaxshi. Keyin farzandimizni kim qaraydi dedi. Farzandimiz hali bog'chaga bera olmaymiz. Oyimga tashlaylik, oyim ham tadbirlari ko'p. Qaynanaga tashlaylik, u ham ishda. Tashlagan odam yo'q. Keyin aytdim, "Bo'pti, men qarab turaman" dedim. 1-2 marta qarab turdim, bo'lmadi. Endi bolaga baribir qarash qiyin. Qo'limdan kelgancha harakat qildim. To'xta dedim, shu bolaga qarab turadigan sport zal bormi dedim. Bor ekan dedi, topdi. O'sha yoqqa olib bordim. U ham kichkina maydoncha qilib qo'ygan, qizim 1 soat o'ynadi, zerikdi, yana oyisiga chiqib keturgan. Xullas, abonement olgan, o'xshamadi, shug'ullana olmadi. Keyin bir kun to'xta dedim, shu mana shu ayollarning muammosi bor ekan. Shu borganda bolalarni qarab tursin dedim. Ishonchli bo'lsin, ko'ngli xotirjam bo'lsin. Onalar maza qilib shopping qilsin, maza qilib trenirovka qilsin, ana spasiga borsin. Hamma narsa shu joy, bitta joyda bo'lsa-chi dedim ayollarga dedimda. Keyin shuni bir Instagramga fikrimni qo'ydim, u вообще portlab ketdi. To'xta dedim. Demak, bunaqa konsepsiyada biznes O'zbekistonda yo'q ekan haqiqatan, lekin chet elda bor ekan. Yo'q ekan. Keyin shuni qilay dedim. Keyin shu bilan shunaqa bo'lib ketdi. Hozir o'sha 3000 kvadratga qilyapmiz. Hamma narsasi bo'ladi shunaqa ayollar uchun. Endi Xudo xohlasa 1-iyunda menimcha rasman ochiladi, lekin ungacha balki 4-5 kunda, balki bir haftadir test rejimida